Assalomu alaykum Shohrux aka. Otabek aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xo'p, YouTube'dagi obunachilarimiz uchun mana shu eshitishim bo'yicha eng ko'p sotiladigan model ekan. Shuni bitta obunachilarimizga obzor qilib bersak, xususiyatlari, afzalliklarini aytib o'ting. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Eldosh Motors YouTube kuzatuvchilari. Ushbu modelimiz Eldosh 150 SS deb nomlanadi. Sababi ushbu motosiklimizda 150 lik dvigateldagi mototsikl turibdi. Motor turibdi, da. Ushbu motorimiz 3 litr benzin xarajati bilan 100 km masofani egallab yuradi. Albatta, ha. Xo'p, shu yerga bitta savol. Uzr, gapingizni bo'ldim. Necha yillik benzin quyish kerak? Barcha O'zbekistonda barcha yurgan mototsikllarga 92+ benzinni taklif qilamiz, tavsiya etamiz. Sababi 80 benzin solsa ham bo'ladi, lekin bizlarda benzinning masalasi bilasiz, hamma joyda yaxshi emas. O'shaning uchun hamma kuzatuvchilarimizga ham, iste'molchilarimizga ham bizlar 92 benzin taklif qilamiz. Tushunarli. Xo'p, yana qanday xususiyatlari bor? Kam xarajat dedingiz. Juda ham zo'r, chunki 100 km bu juda ham uzoq masofa. Aytgancha, bu 100 kilometrni boyagi 1 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarib yuradimi yo? Yo'q. Ushbu modelimiz 800 kilogacha bo'lgan yukni ko'tarishga mo'ljallangan. Sababi ushbu mototsiklimizda budjet zapchastlar ishlatilgan. Shu hisobda ham mototsiklimiz sal arzonroq chiqadi. Ushbu mototsiklimizni ayollarimiz, qari yoshdagi otaxonlarimiz, bobolarimiz bemalol haydab yurishlari mumkin. Sababi ushbu mototsiklimizning motor qismi orqada joylashganligi qismida ham mototsiklimiz sal platformasi pastroq, o'tirishga mo'ljallangan. Mototsiklimizda 1,5 ga 1 metrlik kuzov o'rnatilgan. Ushbu kuzovimizga 800 kilogacha bo'lgan yukni bemalol ortib yurishlari mumkin. Mototsikllarimiz hozirgi kunda eng yaxshi bir sotilayotganlardan biri hisoblanadi. Sababi narxi arzon ushbu mototsiklimizda. Benzin xarajati kam, 3 litr. Bu degani 30 ming so'm bilan siz 100 kilometr masofaga 800 kilogacha bo'lgan yukni bemalol olib borishingiz mumkin. Tekin ekanda, yo'q. Endi tekinlik bo'lishiga harakat qilamiz, endi arzon bo'lsin deymiz. Xo'p. Uzr, gapingizni yana bir marta bo'ldim. Obunachilarimiz bu savolni baribir berishadi. Men bermasam bo'lmaydi. Arzon deyapsiz, lekin boshqa mototsikllarga o'xshagandek sifatsiz emasmi nimalari? Yo'q, chidamlimi, uzoq xizmat qiladimi? Mototsikllarning sifatiga kelsak, bizlarda sifatsiz arzon qilamiz, sifatsiz qilamiz degan gap bo'lmaydi. Sababi bizlar ishlab chiqaruvchimiz birinchidan. Ishlab chiqaruvchi degani o'zining mahsulotini har qanday joyda bir xil sifatda ishlab chiqarish kerak. Sababi bizlar bugun sotib ertaga ketadiganlardan emasmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, odamlar bizlardan oladimi? Albatta o'zlarining akasiga, ukasiga, qishloqdoshiga ham taklif beradi. Shu sababda ham bizlar birinchi qo'yilgan maqsadimiz birinchi o'rinda sifat bo'lsin, narxi arzon bo'lsin, xalqbob bo'lsin deb ishlab chiqaramiz. Tushunarli. Demak, narxi arzon bo'lsa ham, lekin unaqa sifatsiz mahsulotlari yo'q. Yo'q, bizlarda yo'q, bo'lmaydi ham. Shohrux aka, oldi qismini bitta ta'riflab bering. Mana bu ballonlari, bularni ham mototsiklimizga 5 ga 12 lik o'sha simsiz, yo'l tanlamas ballonlar o'rnatilgan. Mototsiklimizning oldi vilkasi teleskopik vilka bo'lib, 40 lik razmerdagi vilka qo'yilgan. Bu ham 800 kilogacha yukni ko'tarishga mo'ljallangan. O'sha prujinalar, o'sha yuksiz holatda bemalol mototsikl taqirlamasdan yurishga mo'ljallangan. Mototsiklimizda qo'shimcha понижающий передача скорость bor. Bu degani 800 kilo yukni bemalol tog' adirlarga bemalol ko'tarib chiqishingizga mo'ljallangan. Unaqa muammo bo'lmaydi. Shohrux aka, mototsiklni tushuntirdingiz. Zo'r. Mijozlarimizdan, obunachilarimizdan savol kelib chiqmoqda. Qanday qilib xarid qilsam bo'ladi deyishmoqda. Men viloyatda yashayman, tumanda yashayman. Ushbu mototsiklimiz butun respublikamizda barcha dilerlik nuqtalarimizda mavjud. Bir xil narxda, zavod narxida, ya'ni 20 million so'mda siz bemalol borib, o'zingiz istiqomat qilayotgan viloyatdan xohlasangiz Toshkent shahridan, xohlasangiz Qashqadaryo viloyatidan, yana ham xohlasangiz Xorazm yoki Qoraqalpog'iston respublikasidan bemalol olib, zavod narxida xarid qilib olishingiz mumkin. Bitta savol, yana bitta savol, oxirgisi. Dilerlar nomerlarini qayerdan olishadi? O'sha YouTube kanalimizda ko'rsatilgan raqamlar bor. 93lik 330 5000 raqami bor. Bemalol ushbu raqamga qo'ng'iroq qilib, siz o'zingiz istiqomat qilayotgan dilerlarimizning raqamlarini, kontaktlarini va adreslarini bemalol bilib olishingiz mumkin. Rahmat. Otabek aka, katta rahmat. Charchamang. Sog' bo'linglar, charchamanglar.